25-noyabrda Qo'qonda o'lka musulmonlarining favqulodda 4-qurultoyi ochildi. 27-noyabr qoq yarim kechada qurultoy tarixiy qaror qabul qildi. Turkiston muxtoriyati e'lon qilindi. Fitrat bu tunni milliy Laylatul Qadrimiz deb ataydi. Biroq bu muxtoriyat 1918-yilning 20-fevralida xoinona qonga botirildi. Qo'qon to'pga tutilib 180 qishloqqa o't qo'yildi. 30 mingga yaqin kishi nobud bo'ldi. Lenincha fitna san'ati bir oydan so'ng Buxoroda namoyish etildi. Millatni o'z-o'ziga qayrab, amir qo'li bilan 3000 yosh buxorolikning boshini kesdilar. Bag'rim yoniq, yuzim qora, ko'nglim siniq, bo'ynim bukuk. Sening ziyoratingga keldim sultonim. Ey arslonlar arsloni, meni qo'limni tut, belimni bog'la, muqaddas Fotihangni ber. Seni dunyoga sig'magan g'ayratingga ont ichamanki, To'ronning eski sharaf va ulug'ligini qaytarmasdan burun oyoqdan o'tirmasman. Fitrat Toshkentga keladi. Chig'atoy Gurungi nomli jamiyat tuzadi. Toshkentdagi ziyolilarni o'z atrofiga to'playdi. Uning 1920